Bu tonalka, krem tonalka. Buni biri va ikkisi bor. Shakl qiladi-yu, mana bundoq qilib qiladi ko'zlarni tagiga, to'g'rimi? Keyin bundoq qiladi. Shakl shunaqa qiladi bu. Shakl berish uchun ishlatsangiz bo'ladi yuzga. Mana. Endi mana bunaqa bo'yanishni bilmayman. Sal bo'ldi, shakl bo'ldi. Uncha bilmayman deyman. Mana shunaqa narsa. Tonalka qilib ishlatsangiz bo'ladi, dona-dona, tochka-tochka qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Endi bunisi, bu ham shunga o'xshagan narsa. Qo'limga qo'yib ko'rsata qoling. Mana. Bu oqi, mana ko'ryapsiz? Mana. Yaltiradi, o'zgarildi. Mana qo'limni ko'ryapsizmi? Va oppoq qiladi. Mayli, yuzimni ham budlarga surib ko'ring. Tonalka bu ham endi kameraga olib bera olmaydi, chunki kam suryapman. Shunaqa narsa qizlarjonlar. Bu ham juda ham zo'r kremlar bular. Kremlarga rostdan ishonch bor. Mana biri va ikkisi bular ham juda ham zo'r krem. Rostdan ham tonalkalar juda ham zo'r. Mazza qilib ishlatasiz. Bunda ham xohlasangiz o'sha nima deydi, korreksiya qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Yoki polni tonalka qilib ishlatsangiz bo'ladi.